o'g'ri mashina faqat odamlarni aldab mashinalar bilan kun ko'rib yurgan bola bir kun o'zi qasam ichibdi. Endi hech qachon birovni aldamayman, yolg'on gapirmayman, boshimga qilich kelsa faqat rost so'zlayman debdi. O'zi qasam ichib ertasi kunda ish izlashni boshladi. Bir zavodga borib ishga kiraman desa, suhbatdan o'tishda avval nima ish qilgansan desa, o'g'rilik qilganman, mashinalik qilganman. Demak, o'g'ri mashina kerak emas, qaytarib yuboribdi. Bir magazinga ishga kiraman desam, suhbatdan o'tishda avval nima ish qilgansan desa, o'g'rilik mashinalik qilganman desa, qaytarib yuboribdi. Endi o'zi so'z berib qasam ichib qo'ygan, hech qachon yolg'on gapirmayman deb, qayerga borib ishga kiraman desa ham hamma yoqdan qaytarib yuboribdi-da, o'g'ri mashina kerak emas deb. Qorni shunaqa och chiqib ketib, sillasi qurib, majbur bu Navoiyxonaga borib, bolalar bitta non beringlar, qornim och chiqib ketdi desa, turishingni qarab, ho'kizga o'xshab, turmuncha inson bor, ishlasang bo'lmaydimi deb qaytarib yuborib. Bir burda non bermay, ochlikdan sillasi qurib, qiynalib ketib, borib Navoiyxonadan bitta non o'g'irlab, chakka o'tib, yebdi-da qorni to'yib, Alloh, o'zing mehribonsan, o'zingga shukr. Hali ham o'shanda o'g'rilik ham qilmayman deb qasam ichib qo'ymabman ham deymish.